Hammaga assalomu alaykum. Kechaga olib qo'ygan Gentra mashinamiz qo'ldan kelgancha полный qilindi. Shupkalar, rezinkalar, gilamdan ovqat nimadir to'kilgan ekan. Sideniyani ko'rganlar mana hozir optida yaxshi aniq qilmaydi. Idealniy почти bo'lib chiqdi. Mana sigaretdan tochkalar bari almashtiramiz deyishdi. Sinib yotibdi bar polностью. Qo'ldan kelgancha orqa sideniyada marojniy nimadir to'kilgan ekan. Bu yoqda ovqat nimadir to'kilgan, uni ham ketkizdik. Bagajga kelsak, mana buni qo'yib qo'ydim. Tegi polniy yuvib tozalandi. Gentra eskicha variant. Sideniyasi Lacetti sideniyasi ekan. Barxitni. Skojasigacha almashtir. Yirtilib yotibdi. Batavula qo'ldan kelgancha tozalandi. Xizmatli bo'lsa, bemalol aloqadamiz. Ishingizga omad.